Sen ehsonni xo'ja ko'rsin yiqaguncha farzandlaringga qil. O, Shohruboydan video kelibdi-yu. Nima dedikin endi? Video yaxshimisan, sonlaring yaxshimi? Andijonda birov qilmagan bomba yangilik qildi. Qiltirisiz baliq ochdi boshda, soyga zapravkani oldiga. Onlarga tez ayt yetib kelish, bugungi o'tirish menda. O, o'zi raza qorinam ochuvdi-da. Vallahi qilmasammi, men tez. Alo. Do'st. Ha, eshitdingmi, gruppaga Shohru video tashlabdi-yu. Yangi baliqxona ochibdi. Ha? Soy zapravkasini yonida ochibdi-yu. Tezda kelish, bugun ziyofat mendan deb katta ketyapti-yu. Bo'lish tezroq. Bolalar ham kech qolib ketdi. Telefon qilaymikin. Yana o'zlari ham kechdi. Yana o'z shoh o'tiribdi. Kelishovur. Mehmonlar kutib o'tiribsan boshini. Kelishdingmi? Va alaykum assalom. Eriyman desam ham kelishmaysan. Ona senga joy ochibsan ona. Ha? Qullo sen ham keldingmi? Apke baladi. Qani, olinglar. Mazasiga baho berishchi. Yoqmadimi? Yo, zo'r mazasi. Qale, balada mazasi yoqdimi? KFC ham bor. Endi KFC'ni mazasini ko'rishasan. Apke, KFC'ni. Apke, baliq KFC'ni ham bir akalaring mazasini ko'rishsa. Biling, yangi olgan uyda remont boshlab qo'ydi. Hali ko'p bunaqa o'tirishlar qildilaman. Yangi olib chiqqan mashinalarni arendaga chiqarib ishlatdikka xudo xolasa. Ha, akkanchi. Uylandingmi, uylanmadingmi? Ha, uylandim. Uchinchisiga ham uylanib oldim. Shoh, o'g'li ham bor uni. Qo'ysangchi. Balig'ingni ye. Assalomu alaykum. Mirzayev Shohrubek kafe shumi? Alaykum assalom, keling, nima xizmat? Shohrubek zariladi menga. Uni o'zlari o'tiribdi. Qo'lga tushdingmi sen? Shohrubek ikkita norasida go'daylaringizni alimentini ham to'lab qo'ying. Kremlondan o'tib ketdi-yu. Shu yerni istab ketdi-da. Nomard. Bizga norasida go'daylarni haqqini yediryapsan ekanda. Maras. O maraz, senga o'shaga ifloslar jamiyatda ko'payib ketdi. Yosh bola o'qishda o'rniga sitofonni tagida salfetka sotib yuribdi. Erkakmisan sen ham? Umid, men turdim. Kambag'al bo'lishim mumkin. Yetimni haqqini yeydigan iflos bilan o'tirmayman. Sen ehsonni xo'ja ko'rsin yiqaguncha farzandlaringga qil. Marra, so'roqdir ketdi. Katta bo'lyapmiz dada. Biz orzu qilgan qahramon bo'lasiz dada. Nima so'rasam olib berasiz a? Katta bo'lsam meni o'qitasiz dada. Orzularimga yo'l ochib berasiz. Biz so'ragan narsa qimmatmas dada. Bizga qanchalik keragingizni bilasiz a? Katta bo'lsam do'stlarim dadang deb kulmaydi-ya dada. Meni doim himoya qilasiz a? Siz shular uchun hozir harakat qilyapsiz.